Мына портер сіздерге қарашты ғой? Тротуарға қойып қойыпсыздар да? Тротуардан алың. Мына тиконында қараң, мына жерден жол жүргіншілер басқанда өте албайды да? Коляскасы менен келіп қалса, үй бүлөлөр, бала чакалар келіп қалса. Жаш балдар мына жерден қашам деп чоң жолға шығады, чоң жол қауіпті. Келіңіз, мына алып қойыңыздар азыр. Алың шы жерде күтіп тұрамын мен. Мына екеуін тең алыңыздар, мына тиконы дағы, портерді дағы. Ошо да қой. Айтың да қой боғыла деп айтың. Знак қойып қойың сіз мына жерге қой боғыла. Ошоларды айтыңыздар, алдырыңыздар. Sizlar o Rossiyadan o'rgandinglarmi? Ha. Rossiyadan o'rgandinglarmi? Rossiyaniki mashina qilib. Rossiya bizden yürüyorum jasab atpayбы? Mına ginden görüp çağırsa da mına trotuarga mümkün emes da. Zakon boyunca. Mıyzam boyunca. Zakon bo'yicha to'g'ri tozalash kerak da o'shanga. Men mına trotuarda tazalab atam da. Trotuarni o'shanga depanda trotuarni polniy tozalash kerak. Mashinalarni Polniy mına trotuarda bugün polniy tazalayız. Şu güngacha mınadan nar jagına kelgenbiz. Emin mınadan bu jagına kelebiz hem. Daim kelebiz. Birinchi eskertib beriladi, keyingisinde daha qo'ygan bo'lsangiz, anda mıyzam cheginde chara ko'riladi. Mına trotuarga va qo'ygani mumkin emas da. Bugun sizga eskertib beriladi. Erteng daha qo'ygan bo'lsangiz, mıyzam cheginde chara ko'riladi. Qo'yish kerak emas bu yerga. Hozir men ko'zimcha olib qo'yib erteng qo'yib qo'ysangiz bo'lmay qoladi anda. Özünüzün eşigin tağı tübü biroq bu trotuarda. Eğer sizge qarashli yer bo'lganda uyni mına yerden salatilingizda trotuar jo'q bo'lib qoladi. Trotuarga javob beraman. O'sha da. Trotuardan bariyog'iga men javob beraman trotuarga. Trotuar tozalig'idan siz javob berasiz. Shu elder o'tsin, shu yerden yo'l bo'lsin, sovuq bo'lsin deysiz-da. O'shaning uchun tozaligi deysiz-da. Buna to'sib qolgan, oling'iz kelingiz. Bo'ldi, oling. Sizdiki mi? Assalomu alaykum. Bu trotuarga qo'yganga mumkin emas da, bilasizmi? trotuar u. Trotuarda mına yerda joy жүргүнчүлөр o'tish kerak. Mana qarang, elder bosib o'tadi. Mashinani oling tez-tez. Mana porter kimniki ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bak, Adashtıramam sizde. Akşam sanat atken adaştırıp koyayım. Buna trotuarga qo'yganga mumkin emas, ava bilasizmi? Ha. Bu sizdiki mi? O men жүктүктүлөр кетем O да. жүктүрсөңүз да мындайынан койсоңуз ошол жактан жүктөп аласыз. Мына тротуарга мүмкүн эмес да, мындай окуучулар мындан качып мына алдын өтүп жол жакка чыгып кетип атат. Mana Ооба. Анан караң мына. Мына баспай атат, көрдүңүзбү? Маяка жүр, кызым. Окуп кетип калды микрофонда. Ошо да. Мына Маяка жүр. жүк жүктөп атканыңызда дагы мишайт этип калат да, ошон үчүн алдыраак алың машинаны. Мына көк портер кимдики экен билбейсиздерби? Ана чыгып кеттиби? Qandayсың? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mына porter kimga qarashdi? Narx magazinmi? Ha, bo'ldi. Rahmat. Bu yoqdagi magazinlik dedik. Do'st, mına porter sizlarga qarashdi ekan-ku. Mına porter. Var mı hacayın biri var mı? Senden başka? Kala. Yak doktor. Ondayız. Ona porter sizge araştı mı? Porter
koyup ketipti, pastga koyup ketipti. Mana joy yo'q ekan. Tanışmı? Tanış. Çalın, buna trotuarga koyğonga mümkün emas da. Bilem. Hazır aytayım men bunalardı aldırganга чейин келsin. Ha, keladi. Mana olib qo'yib. Ova, çalın. Ova. Sana. Hazır geliyoruz sırası. Bul avtounanın esi kelgençe muna 2 Matiz avtounası bul jaka koyup alıp tur trotuarga. Muna sizdiki mi? Alaspa? Жолго коюп коюсуз го. Аварийганы жандырып койбойсузбу? Ким бар ой? Бул жерде ремонт болуп атат окшойт. Эч кандай байланыш номерлери жок. Кимдики билбейсиздерби? Ука мына кимдики? Мати сизге караштуу эмеспи? Эй, эсин билбейсизби? Дос. Хозяин билбейсизби? Betchi mana bozorda endi bu yoqqa qo'yib ketishib qoladi-da. Корзинка деген кайсы? Mana burcha degan. Burchakdami? Yo, albaysizbi ava? Bo'ldi, ketdim. Sizni kutib turaman men. Bo'ldi mana. Juktab qo'ysin kuladi-da. Juk deganingiz menam bo'lmaydi-da, mana trotuarga qo'yib juk. Bo'lmasa nari betga qo'yaylik, aşağı tashlaymizmi? Bo'laveradi. Главное trotuarga qo'yboshingizlar kerak. Trotuarga yo'lda ochib qo'yapmiz. Biz ham yaxshi bilamiz. Siz yaxshi bilasiz. Buni trotuarga mashinaning baloni kirganga negizi mumkin emas. Bilasizmi o'shani? To'g'ri, endi arxitektura shunga ruxsat berganmi? Yo'q, ruxsat bergan emas. Bergan. Nega bergan bo'lsa, magazinda ochib aytdi. Ochtirib aytdi bo'lsa. O jukni bu yoqqa kirib jukta degan-ba. Mashina qo'yib Men anda ertang olib kelayin o'shalarni. Buni trotuarga kirganga mumkin emas bo'lsa, qanday qilamiz? Shuncha jukni qayoqdan qanday juktiyo'z? Ayting, o'zingiz elasiz. Hop, siz tovarga keldingiz. Mashina bundaydan qo'yish kerak. Tovarga keldingiz. Mashina bundaydan qo'yish kerak. Buna yerga bundaydan. Trotuarga chiqarmay. O'shol ele. Sizga boshqa narsa aytayotgan yo'qman. Tovaringizni sotmang deb aytam. Bo'lg'oni trotuarga qo'ydingiz. Qanday juktiyo'z? Men kelsam, o'shandaydan qo'yishingiz kerak. Siz aytishingiz kerak. Bunday yerga mumkin emas. O'shol ele. Boshqa masala yo'q. Ha. O'shol odamgarchilik bo'lgani uchun aka, birinchi eskartib berib o'tamiz. Bo'lmasa, kelib turuvlar, mizam chengda chara ko'rilishi kerak. To'g'ri aytdimmi? Yo'l ochiq. Yo'l ochiq, trotuar ochiq. Mana bu mashina ham jo'nla juk-jukda o'ylab turadi-da. Unga to'g'ri aytsangiz. Buni aytdim. Bu yoqqa hozir olib qo'yam degan uchun men bu yoqqa misol borib keldim-da. Uni u to'g'ri aytasiz. O'shandayda. Sizniki ekan-ku porter. Chiqarib qo'ydik, kaltni oldirib. Qayoqdan oldirdingiz kaltni? Yo, men qayoqdan bilaman porterchi? Siz olib o'tasizmi mashinani? Bayla olib qo'ysangiz bo'ladi-la, men oyoqqa bu yoqqa vora qilmaydi. Men birinchisini eskartib qatori aytib ketdik. Ertang daha qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, juk deganda dag'i o'shunday qilib, bunandaydan qo'yib olib juk desangiz bo'ladi-da, bunanday qilib. Kim bu? So'zni ochig'i-da. Грузчиктер бар да sizning qo'lingizda. Ko'taradi, siz o'shaga oylik to'laysiz. Men masala emas-da, men masala mana trotuarda shunday qilib qo'ysa, mana bunaqa o'xshagan joy yurgunchilar gangiri bosish kerak shu yerda. Cho'ng yo'lga chiqmash kerak. O'qchilar o'tadi, o'zingiz ko'rdingiz, aylanib oldi menen o'tadi. Ana narkotikada qo'yib olibdir. O'qchilar berki joyga chiqib o'tadi, mashina signal berib qochib o'tadi. Mana trotuarga qo'yib qo'yasiz-ku. Buni oldida bo'sh turadi, o'sha yerga qo'ysangiz, mana. Qaysi yoqdan kirib keldingiz, ko'rmay qoldik-da, jo'g'ila jana. Ol degandan allaqachon qilib qo'ydim. Olaveringizlar o'sha yoqqa. Mana prop yo'q ketib, bir necha qo'yib turibdi. Trotuarga mumkin emas-da. Ha, bilaman, prop yo'q ketdi mana. Mana deb joy yurgunchilar bosatda, mana jashpallar ko'rib o'tasizlar, oyoqqa bu yoqqa o'tib o'tadi. Montep biz avtomobillarni aldırgancha bu жақты байқасаңыздар, бүт бардык алып, жөө жүргүнчүлөр өтө турган кылып калтырып коюптур да. Жана толтура болуп кеткен болчу. Анан бул жактагы эки автоунаанын эси жок болуп атат. Байланыш телефондору да жок, үйдүн эси да жок болуп атат. Ошондуктан бул эки автоунаа азырынча токтоп турат.
Мынакей өзүңүздөр көргөндөй мынакей бүгүн Кудай буйрса Курманжандатка көчөсүндө ишибиз ийгиликтүү болду. Тротуарларды тазаладык, аркы бетти тазаладык. Эми ушул бул жактын жашоочуларына, конокторуна, жалпы айдоочуларга, телекөрүүчүлөргө эскертүү катарында айта кетели. Биз эртең же болбосо аркы күнү кыскасы бир жуманын ичинде биз кайрадан келип ушул жакта рейд жасайбыз. Ошондуктан бардык айдоочулардан сураныч, мына ушул тротуарга койбоңуздар. Жөө жүргүнчүлөр баса турган тротуарга.